alaykum aziz sizlar bilan o'sha great bugungi video darslik bo'ladi. Bugungi darslikda biz yangi Telegramni o'rnatishni o'rgataman. Bu Telegram juda ajoyib va qiziqarli Telegram. Xo'p, buni xususiyatlaridan biri sizlarga ko'rsataman. Bu Telegramda bir xususiyatlaridan bittasi shuki, qaranglar. Birinchi lichgan. Hozir birinchi lichgan, qo'ylak lichgan yozamiz. Birinchi xususiyatdan biri. Mana birinchi xususiyatdan biri shu. Mana qarang, salom deb yozamiz. Birinchi xususiyatni salom deb yozamiz. Mana bordi. Buni qaranglar. Hammaga mana shunaqa o'chirsa uchun ham o'chirilsa mana knop kelib chiqadi. Nima ko'rmaslik degani o'chirish. Qaranglar, o'chib ketdi bo'ynak kattaga. Endi qaranglar, bundan yana xususiyati salom. Bunda turadi. Qaranglar, pastda ko'ryapsizlarmi? Boshqa Telegram uchun mana da delete deb turadi. Ko'ryapsizlarmi? Ko'rinib turibdi mana. Salom. Ko'ryapsizlar mana. O'chirdik, naryoqda ko'rinib turadi. Masalan, allo deb yozamiz, mana qaranglar. Raqam allo bo'ladi, hozir ko'rsataman. Bu yerda mana ko'ryapsizlar, tepasiga salom deb yozilgan, bunga delete deb turibdi mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, delete deb turibdi, bunga soat belgilangan. Delete degani bo'yni o'chirganim uchun o'chirildi deb chiqadi. Endi qaranglar, alloni ham o'chiramiz. Yozganimizni ham o'chiramiz. Mana. Qaranglar, unda turadi. Eng qiziq, unda turadi. Hech qanaqa montaj emas. Mana ko'rasizlar, turadi. Mana da delete deb chiqadi. Ko'rasizlar? Mana. Delete. Yana bitta xususiyatidan biri bu mana joyi, ya'ni transfer machine. Auto active machine. Ya'ni avtoda bu короче, qaranglar mana. Masalan, birovning lichkasiga yozasizlar, sizlar onlayn emaslar. Mana bu qaranglar, yozyapsizlar, u kishi onlayn bo'lmaydi. Lekin u avtomatik sizga yordam beradi. Nima avtomatik sizga yordam beradi. Masalan, men answer machine. Men bunaqa yozganman. Assalomu alaykum, izohingizni qoldiring, kelib ko'raman. Qaranglar, onlayn emaslar, sizlarga yozdi birov. Keyin yozgandan keyin bo'ynaki nima deysiz? O'sha narsa hozir answering machine ishlaydi, bo'ynaki so'z yuboradi. Assalomu alaykum, izohingizni qoldiring deydi. U ikkinchi xususiyatidan biri. Xo'p, bu Telegramni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman, qo'ymaylik. Telegram kanalimga tashlab. Telegram kanalimga havola kommentariyada va ekranlaringizga chiqarib qo'yaman. O'zim mana shunday tashlayman. Telegram bosib turamiz. Flashish. Telegram. Yuborib qo'ygan turadilar. Ko'rasizlar, mana biz qilib yubordim. Shu videoni tagida 10 ta like va keyingi qismda biz foydali narsa olamiz, ya'ni keyingi qismda ko'p chiqadi, ko'p videolar chiqadi. Sizlardan like, podpisatsiya kutaman. Bu antiqa Telegramni men o'zimning sahifamga tashlab qo'ydim. Unda omad hammaga xayr.